13 bab. Saul taxtga chiqqan vaqtida 30 yosh edi. Isroiliyaga 42 yil podsho bo'ldi. Saul o'ziga Isroiliyaning lashkarlaridan 3000 ni tanlab oldi. Ulardan 2000 ni o'zi bilan birga Mikmas va Baytal edirliklarida turdi. 1000 o'g'li Yonatan bilan birga Benyamin qabilasiga tava Giboh degan yerda turdi. Qolganlarini u o'z uylariga qaytirdi. Yonatan Gabodagi Filistiyaliklarning qorovul atritiga hujum qilib, ularni yengdi. Bu xabar Filistiyaliklar orasida tez tarqaldi. U chaqda Saul butun yurtda burg'i chaldirib, İbranilarni urushga chaqirdi. Barliq İsraillar Saul Filistiyaliklarning qorovul atritiga hujum qilib yengibdi degan xabarni anglab, ham Filistiyaliklarning İsroillarga uchlikini bilib, chaqiriq bo'yicha Gilgalga kelib, Saulga agashdi. Filistiyaliklar İsroillar bilan jang qilishga yig'ildi. Ular 3000 jang harvusi, 6000 ot va dengiz soyildagi qumdak ko'p piyoda lashkarlarni yig'ib kelib, Baytavanning kun chiqish tarafidagi Mikmasda chedir tikdi. Ammo İsroillar bo'lsa, o'zlarining xavf ostida qolganligini, ahvolining nacharligini ko'rib, g'orlarga, kamarlarga, qiyo toshlar orasiga, qabrlarga va ozgonlarga yo'shirinib oldi. Bir qismlari bo'lsa, Yordan daryosidan o'tib, Gat va Gilad zeminiga o'tib ketdi. Saul texcha Gilgalda edi. Uningga agashganlarning hammasini vahimi bosdi. Saul Samuel o'ziga aytgandek 7 kun kutdi. Ammo Samuel texcha Gilgalga yetib kelmagan edi. Shunga kishilar Sauldan ayrilib, tarqilib ketishga boshladi. Saul, ko'ydirma va omonlik qurbonligini bu yerga olib kelinglar, dedi. Ondan o'zi ko'ydirma qurbonlik qildi. Lekin ko'ydirma qurbonlikni andili qilib bo'lganda Samuel yetib keldi. Saul uning oldiga qarshi irishga chiqqan edi. Samuel, sen nima ish qilding? dedi. Qarasam, xalq mendan ayrilib, tortilib ketyapti. Sizmi degan vaqtda yetib kelmadingiz. Yani kelib, Filistiyaliklar Mikmasga to'planishdi. Shunga men ichimda endi Filistiyaliklar Gilgalga kelib, menga uchun qildigan bo'ldi. Men texi Parvardigordan yordam tilmagan tursam, deb o'ylab, ko'ydirma qurbonlikni qilishga majbur bo'ldim, dedi Saul. Sen ahmoqlik qilib, Parvardigor Xudoyingning sana buyurgan amriga rioya qilmading. Bo'lmasa, Parvardigor İsrailiya ustidagi podshohlik o'rningni abadil abad mustahkam turg'izatdi. Endi sening podshohlik o'rning uzoqqa bormaydi. Parvardigor o'z ko'ngliga muvofiq bir odamni topdi. Uni o'z xalqining beshi qildi. Chunki sen Parvardigor sana buyurgan amrga rioya qilmading, dedi Samuel Saulga. Ondan Samuel Gilgaldan ayrilib, o'z yo'liga ketdi. Qolganlari Saulga egishib, uning lashkarlari bilan jam bo'ldi. Ular Gilgaldan Benyamin qabilasiga tava Gibohga keldi. Saul o'z odamlarini sanividi 600 cha chiqdi. Saul o'g'li Yonatan va ularga egashuvchilar Benyamin zemnidagi Gibohda to'xtab qoldi. Filistiyaliklar bo'lsa Mikmasda bargoh qurgan edi. Bu chaqda Filistiyaliklarning 3 sapga bo'lingan zarbidor qismlari bargohidan chiqdi. Bir qismi shimolga qarab, Shual zeminidagi Ofraqqa yo'l oldi. Bir qismi g'arbga qarab, Bayt-Xoronga boradigan yo'lga tushdi. Yani bir qismi cho'lning chetidagi Ziboyim jilg'isiga qaraydigan taqqa qarab mangdi. U chaqlarda butun İsrailiyada bir mu to'mirchi yo'q edi. Chunki Filistiyaliklar İbranilar o'zlariga qilich,
neysi soqturib almışsın deb, ularning tömürçilik qilishiga yo'l qo'ymagan edi. Shu sababdan İsraillarning hammasi ketman, palta, o'rg'oq va sapan tishlarini bilash uchun filistiyaklarning qeshiga boratdi. Sapan tishlari yoki ketman bilashning haqqi 8 gram kumush, 3 tishlik ara, palta yoki qalin o'qiydigan ziqni bilashning haqqi 4 gram kumush edi. Şuna urush bo'lgan vaqtlarga kelganda, yolg'iz Saul bilan uning o'g'li Yonatandilar nayzi qilich bo'lgandan boshqa uningga egashganlarning hech qaysisida yo qilich, yo nayza yo'q edi. Ayni vaqtda Filistiyaliklarning bir qorovul atriti Mikbostiki davonga muhofizatchilikka chiqqan edi.